Kino olamida yana bir og'ir yo'qotish: taniqli aktrisa vafot etdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona layk hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Taniqli aktrisa kino olamida muhim o'rin tutgan aktrisa olamdan o'tdi. Aktrisaning o'lim sabablari hali ma'lum qilinmagan. Teatr va kino aktyori Natalya Klimova 87 yoshida vafot etdi. Bu haqda Kinoteatr.ru portali xabar berdi. Aktrisa Qor malikasi filmidagi roli bilan tomoshabinlarga yaxshi tanish. Uzoq yillar oldin og'ir xastalik tufayli sahnani tark etgan aktrisa turmush o'rtog'i aktyor Vladimir Zamanskiy bilan 1998-yildan buyon Rossiyaning Murom shahrida istiqomat qilib kelayotgan edi, deyiladi xabarda. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.